Hurmatli qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Arab vakillar o'mikini ayblab e'lon qilgan axboroti matbuotlarda xabar qilindi. Breitbart xabar tori 29 mart kuni e'lon qilgan Fatah boshchiligidagi Arab vakillar o'miki Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan rayondagi Xitoyning o'zgacha hokimiyatini maqtadi degan temadagi xabarda Xitoy davlat tashviqot qurilishi yer shari vaqti payshanba kunidagi xabarda Mo'tadil Falastin partiyasi Fatah rahbarligidagi Suriya, Misr, Livan, Iroq, Yaman, Iordaniya va Tunis qatorliq arab davlatlariga vakillik qiladigan bir turkum siyosiy rahbarlar ishg'ol qilingan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning bu rayondagi ijodiy boshqarish tadbirlarini olqishladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi ijodiy boshqarish tadbirlari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni tashkil qiladi. 2017-yildan boshlab Xitoy 3000 dan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab, turli vahshiy zulmlarni qildi. Islom dinini butunlay chekladi. Vakillar o'miki Sharq Turkistondagi Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldori Ma Xinjui bilan ko'rishdi. Ma Xinjui irqiy qirg'inchilikni paydoslab, bu rayon inoq va muqim. Bu yerda barliq millatlarning kishilik huquqi to'liq kapolatga ega qilingan deb ta'kidladi. İnsan haqlari faoliyatchilari Arab vakillar o'mikining Ramazon mezgilida Sharq Turkistonga qilgan ziyoratini aybladi. Sharq Turkistondagi ezilgan xalqlarga vakillik qiladigan va Sharq Turkiston davlatini e'tirof qilish, Sharq Turkiston davlatini asliga keltirish uchun kurash qiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumati Arab vakillar o'mikining Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligini qattiq ayblab, Sharq Turkiston surgundi hukumati bu ziyoratni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarni asos qilgan xalqlarga qaratilgan rayibsizlarcha mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini qonunlashtirishni maqsad qilgan tashviqot tirishchanligi deb qaraydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining diplomatiya ministri Salih Xudoyor ziyorat vaqtining Ramazon oyiga to'g'ri kelganligining Arab dunyosining irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligidan iborat la'natli qilmishining ustiga qilingan yana bir la'natli qilmish ekanligini aytib, Arab vakillar o'mikining gunohlarga tavba qilib ibodat qiladigan Ramazon oyida Sharq Turkistonni ziyorat qilishi Xitoyning dinimizni, kulturimizni, madaniyatimizni va mavjudligimizni yo'qotishdek irqiy qirg'inchilik siyosatini tap tortmasdan qo'llaganligini isbotlaydi. Bu ziyorat chorasiz qolgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining vaziyatiga sal qarash va Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik ishg'oliyatini qo'llashdan boshqa narsa emas dedi. Xitoy Kompartiyasi Isroilga qarshi da'voni qo'llash orqali musulmonlar dunyosida Sharq Turkistondagi musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatining ayblanishining oldini olish uchun ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Xitoy iyunda Falastin hukumatining raisi Mahmud Abbosni kutib oldi. Bu ziyoratda Mahmud Abbos Tayvan davlatining egilik huquqini rad qilib, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa aralashishni aybladi. Xitoy davlat agentligi Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Wang Xitoy Arab munosabati tarixdagi eng yaxshi davrni boshdan kechirayotdi deb ko'rsatdi. Xitoy Arab davlatlari birlashmasi bilan hamkorlashib, ikki taraf rahbarlarining hosil qilgan o'rtaq tunishini amaliylashtirib, o'rtaq kelgusi bor Xitoy Arab davlatlari jamiyati qurishni ilgari surdi deyildi. Yaqindan beri muajiratga Uyg'urlar orasida Turkiston Islom partiyasi to'g'risida farqli ko'z qarash va Turkiston Islom partiyasini himoya qilish tashviqoti tarqalishga boshlagan bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bexatarlik tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor bu haqda ogohlantirib mundaq dedi. Sharq Turkiston diasporasidagi ba'zi shaxslarning xatarlik yolg'on uchur tashviqotini tarqatayotganligi bizni andishaga solib, diqqatimizni tortdi. Bu yolg'on uchur tashviqotlari Turkiston Islom partiyasini beparvolik bilan himoya qilib, uni yolg'ondan Sharq Turkiston xalqining qurolli kuchi deb tasvirlab, haqli bo'lgan Sharq Turkistonning milliy mustaqillik ko'rishiga buzg'unchilik qilmoqda. 2001-yili Xitoy boshchiligidagi Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilishidan bir necha hafta ilgari O'zbekiston Islom harakati degan ismni Turkiston Islom partiyasi deb o'zgartirib, borliqqa kelgan Turkiston Islom partiyasi xalqaro hukumatlar va tadqiqotchilar tomonidan Al-Qoida tashkiloti, Taliban va milliy mustaqillik ko'rishimizga bevosita qarshi turadigan boshqa o'rinlar bilan aloqasi bor islom tashkiloti deb tanilgan. Turkiston Islom partiyasi qurilgandan buyon Sharq Turkistonning milliy mustaqillik harakatini kontrol qilish uchun va uningga buzg'unchilik qilish orqali
Xitoyning manfaatiga uyg'un holda milliy mustaqillik harakatimizni islom harakati deb xato tashviq qilish va Uyg'urlarni yolg'ondan atalmish terrorchi deb tashviq qilish uchun xizmat qilib kelmoqda. Bugunga qadar Turkiston Islom partiyasining faoliyatlari faqat Xitoyning manfaatiga foydali bo'lib, Sharq Turkiston xalqiga hech qanday foyda elib kelmadi. Biz Sharq Turkiston xalqini aqli va tafakkurini ishlatib, hushyorlik va tanqidiy fikr yurgizishga chaqiramiz. Türkistan İslam Partiyasining barliqqa kelishi, uning Pokiston va Taliban qatorliq Xitoyning strategik ittifoqdoshlarining territoriyasi ichida mavjud bo'lib turishi, Xitoyni tanqid qiladigan g'arb davlatlariga qarshi qaratgan faoliyatlari, shundaqla Turkiyaning Xitoy bilan cho'nqur istixborot va bexatarlik hamkorligiga ega bo'lishiga qaramay, Suriyada Turkiyaning nazorati ostida paydo bo'lib harakat qilishi nurg'un muhim savollarni tug'dirib, ularning kimning manfaati uchun haqiqiy kurash qilayotganligini oydinlashtirdi. Bu faktlar Türkistan İslam Partiyasi to'g'risida yaqinda tarqalgan Sharq Turkistonning manfaati uchun kurash qiladi degan saxta tashviqoti bilan zid keladi. Bundan sirt bir qism kishilar Amerika hukumatining atalmish Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tashkilotlari tizimligidan chiqarib etish qarorini qalaymaqon ishlatyotdi. U kishilar bu qarorni Turkiston Islom Partiyasini qo'llaganligi deb xalqimizga xato tunishtiryotdi. Bu amaliyotga uyg'un emas. Sharq Turkiston islom harakati atalg'usining Beyjingning bir plani ekanligi xalqimizning engida oydinlashtirilishi kerak. Bu atalg'u 2001 yil 11 oyning 29 kuni 11 sentabr terrorlik hujumidan 2 oy o'tgandan keyin Xitoy tarafidan to'qib chiqarilgan va baxtga qarshi umumiy Sharq Turkiston mustaqillik harakatining ingliz tilidagi qisqartirilmasi bilan o'xshab qolganligi uchun Xitoy bundan foydalanib umumiy Sharq Turkiston mustaqillik harakatini yo'qotishni maqsad qilgan. Shundan keyin Xitoy atalmish Sharq Turkiston islom partiyasining qisqartirilmasini ishlatib, Sharq Turkistonning mustaqilligini tashabbus qiladigan barliq Sharq Turkiston tashkilotlari va organlarini Sharq Turkiston islom harakati deb yolg'on tasvirlab, milliy mustaqillik ko'rishimizni xalqaro jamoat oldida yomon ko'rsatish, innovatsizlashtirish va yo'q qilish uchun ishlatib kelmoqda. 2019 yil noyabrda Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati va Sharq Turkiston surgunda hukumati tarafidan vatanimizdagi 500 ga yaqin jazo lagerlarining oshkorlanishiga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligi qasddan bizga atalmish Sharq Turkiston islom harakati degan yolg'on nomni chaplab, bizning harakatimizni inkor qilmoqchi bo'lib qolmasdan, balki bizning tashkilotimiz va hukumatimizni xalqaroning oldida yomon ko'rsatish uchun tirishdi. Biz Amerika hukumatiga va ayni vaqtdagi Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandiga chaqiriq qilib, Xitoyning Sharq Turkistonning milliy mustaqillik ko'rishimizni burmilab, xato harakat qilib ko'rsatib, yo'q qilish uchun ishlatib kelayotgan Sharq Turkiston islom harakati degan atalg'uni terrorlik tizimligidan o'chirib etishni qayta talab qildik. Xitoy amaliyotda mavjud bo'lmagan bu qalpoqdan foydalanib, Sharq Turkistonning qonunliq milliy mustaqillik ko'rishini yomon ko'rsatish va innovatsizlashtirish uchun ishlatmoqda. Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati va Sharq Turkiston surgunda hukumati izchil turda Sharq Turkiston islom harakati degan guruhining mavjud emas ekanligini va uning mavjudligiga aloqador ishonchlik faktlarning yo'qligini gavdalantirib tashviq qilgandan keyin 2020 yil oktyabrda atalmish Sharq Turkiston islom harakati Amerikaning terrorlik tizimligidan elib tashlandi. Bu qaror Xitoy tarafidan xato tunishtirilgan Sharq Turkiston islom harakati bilan Sharq Turkiston xalqining haqliq mustaqillikka bo'lgan qonunliq arzusining farqini gavdalantirdi. Ammo Amerika Tashqi ishlar ministrligi atalmish Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tizimligidan elib tashlagandan keyin bir qism artistlar bundan foydalanib xalqimizni qaymoqtirib, Turkiston islom partiyasini bozorga solishni boshladi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining 2020 yildagi terrorlikqa oid davlat dokladida Sharq Turkiston islom harakatining 10 yildan buyon mavjud bo'lib turganligiga oid ishonchlik faktlarning yo'qligini ochiq-oshkor bayon qilib, uni terrorlikni cheklash tizimligidan chiqardi. Amerika davlatining bu vaqtdagi dokladida Beyjing Turkiston islom partiyasini Sharq Turkiston islom harakati deb xato atmoqda dedi. Va dokladda yana Suriya va Afg'onistondagi haqiqiy zo'ravonlik oshqin tashkilotda faoliyat olib berayotgan Turkiston islom partiyasi Xitoy Xalq Jumhuriyati ayblagan Sharq Turkiston islom harakati tashkiloti bilan ba'zi bir o'xshib ketadigan alayliklarga ega degan. Undan boshqa Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 2021 yil 9 oyda Newsweek xabar kanalining savoliga javob berib, Suriya va Afg'onistonda urush qilayotgan Uyg'ur terrorchilari Turkiston islom partiyasining a'zolari bo'lib, Xitoy va boshqalar uni Sharq Turkiston islom harakati deb xato tunib kelayotgan tashkilot bo'lgandimi, u ayrim bir tashkilot hamda
Türkistan İslam Partisi Afganistandagi Talibanlar va Suriyada faoliyat qilayotgan Al-Qoida tashkiloti elementlari bilan ittifoqlashgan bir tashkilotdir degan. Shuni e'tirof qilish kerakki, garchi Turkiston Islom partiyasi sepidagi nurg'un odatdagi jangchilar Sharq Turkiston uchun kurash qilishga haqiqiy sodiq bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, ammo Turkiston Islom partiyasining rahbarlik qatlami qurilgandan buyon shubhisizki Xitoy va uning Turkiyaga o'xshash istixborot va bexatarlik sheriklarining kontrolligida. Biz yana Sharq Turkiston xalqini hushyorligini o'stirib, Xitoy istixboroti va uning bexatarlik hamkorlashuvchilarining aldamchi qiltoqlariga tushib ketishdan saqlanish uchun aqlini ishlatib, tanqidiy fikr yurgizishga chaqiramiz dedi. O'rta Osiyo Yevropa ittifoqi strategiyasida ko'zga ko'rinmoqda ekan. Yangi Sharqiy Yevropa xabar torining 29 mart kunidagi xabariga qaraganda, Rossiyaning 2022 yil 2-oyda Ukrainaga tajovuz qilganidan keyin O'rta Osiyoning Yevropa ittifoqiga bo'lgan ahamiyati kun sayin gavdalangan. Hozir Rossiyaning kelgusidagi ikki rayonga zo'r foyda yetkazadigan munosabatni kuchaytiradigan muvofiq payti bo'lib, O'rta Osiyo Rossiya-Ukraina urushidan keyin Yevropa ittifoqi siyosatida texmo gavdalik o'ringa erishmoqda ekan. Yevropa bir qator diplomatik va iqtisodiy tashabbuslar orqali rayonning bexatarligi va taraqqiyotini ko'rinarli qo'llab, rayonni Rossiya va Xitoyning orzusidan qo'g'daydi ekan. Bu yil 1-oyda Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqining O'rta Osiyo siyosati to'g'risida doklad ma'qullab, bu rayonning G'arb bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini kuchaytirishning strategik ahamiyatini gavdalantirgan. Hujjatda Qozog'iston oldingi qatorda turadigan O'rta Osiyo davlatlari bilan texnik keng doiralik kengaytirilgan hamkorlik kelishimi talab qilingan. 2023-yili aloqani kuchaytirishning yo'l xaritasi tamomlangandan keyin ikki tarafning aloqasi kun sayin kuchaymoqda ekan. Yevropa ittifoqi bilan O'rta Osiyoning tunji uchrashining bu yil oxirida olib berilishi planlangan bo'lib, Yevropa Komissiyonining muavin raisi Margarita Shinas 2024-yili 1-oyda Ostona ziyorati jarayonida Qozog'istonni bu rayonning aktiv taraqqiyotidagi muhim rolchi deb e'tirof qilgan. Rossiya-Ukraina urushining oqibati O'rta Osiyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Rossiyaning g'alabasi bu rayonda yangidan gullanayotgan G'arbni qo'llaydigan burilishni o'zgartirib, Moskva orbitasiga qaytish uchun yangi bosim paydo qilishi mumkin ekan. O'rta Osiyo davlatlari Yevropa ittifoqi bilan o'zaro ta'sir ko'rsatish strategiyasini yo'lga qo'yayotgan bo'lib, bu ularni Rossiya va Xitoyning orzusidan qo'g'daydi ekan. Qozog'iston hukumati bu rayonning muhimligini gavdalantirish uchun 2023-yili Ostona xalqaro munbirini qayta qo'zg'agan. Qozog'iston G'arbning bu rayonga mablag' solishini ilgari surgan. Ammo uning iqtisodiy siyosati Rossiya bilan davomlashayotgan iqtisodiy munosabatning cheklanmasiga uchragan. Qozog'istonning Yevropaga qilgan neft eksportining taxminan 80% yanada Rossiya zaminidan o'tadi ekan. Rossiya yanada Ostonaning eng chong savdo hamrohi ekan. Hukumat Rossiya bilan iqtisodiy munosabatni saqlab qolishga tirishgan. Yevropa ittifoqini jazolashni yo'lga qo'yishning alohida vakili David O'Sullivan 2023-yili noyabrda Ostonada ziyoratda bo'lib, hukumatning Rossiyaning harbiy asliyalariga kirgiziladigan buyumlarning qayta eksportini azaytganligiga minnatdorligini bildirgan va kelgusida texnik qattiq kontrol qilish mo'ljallanmoqda ekan. O'rta Osiyo energiya va savdo yo'llari orqali tashqi dunyoga ulanish uchun G'arbning qo'llashiga muhtoj bo'lib, bu savdoni oshirish uchun Qozog'iston Kaspiy porti va qatnash ulanmalarining iqtidorini kengaytmoqda ekan. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josef Borrell 2022-yili noyabrda Ostona ziyorati jarayonida Yevropa mablag' solish bankasining rayon ul asliyalariga muhim mablag' bilan ta'minlash kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Yevropa ittifoqi bilan Qozog'iston yana xom ashyo, batareya va qayta hosil bo'ladigan hidrogen qatorliq strategik sheriklik munosabati haqida tushunish eslatmasi imzolagan. 2023-yili mayda Yevropa Komissiyonining muavin raisi Valdis Dombrovskis va Qozog'istonning ayni vaqtdagi bosh ministri Alixan Smaylov sanoat korxonalarining birlashma mablag' solish turlari, geologiyalik chorlash, tadqiqot va yangilik yaratish qatorliq sohalardagi hamkorlik planini e'lon qilgan. Rossiyaning Yevropa ittifoqiga qiladigan neft eksportining mag'lub bo'lishiga ergashib, Qozog'iston bu ittifoqning Norvegiya va Amerikadan qolsa 3-cho'ng neft bilan ta'minlaguvchisiga aylangan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning 2023-yili noyabrda O'rta Osiyoga qilgan ziyorati bu rayonning Yevropaning yadro va yiqilg'i bilan ta'minlanishining kun sayin kuchayayotganligini gavdalantirgan.
Fransiya yadro energiyasiga tayinadigan bo'lg'achqa, Qozog'iston Fransiyaning yadro energiya sanoatini taraqqiy qildirish uchun mablag' solishni o'ylashmoqda ekan. Yevropa Ittifoqi Qozog'istonning pishiqlab ishlash iqtidorini kengaytirishga yordam bera oladi ekan. Fransiya Xalqaro munosabatlar instituti 12 oydagi dokladida O'rta Osiyoning jug'rafiyalik siyosiy va jug'rafiyalik iqtisodiy o'zgarishini boshdan kechirayotganligini, kengaymichi qo'shnilari Rossiya va Xitoyning urush va iqtisodiy krizis sababidan ojizlashganligini yakunlagan. Bu Yevropaning taraqqiy qilayotgan talash-tartishdagi rayon bilan bo'lgan munosabatini cho'nqurlashtiradigan va uning mustaqilligi, bexatarlik va iqtisodining o'sishiga kafolatlik qiladigan eng yaxshi payt ekan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor buningga ijtimoiy axborot vositasi X'da inkos qaytirib, O'rta Osiyoning egilik huquqi va gullanishini qo'g'dash strategik cho'nqurlikqa muhtoj. Amerika va Yevropa Ittifoqi bu rayon bilan aldirash bo'lsa-mu, ular Sharqi Turkistonga sal qarmasligi kerak. Rossiya va Xitoyning hukmronligi va ta'siriga qarshi turishda Sharqi Turkistonning mustaqilligi intayin muhim dedi. 5 aprel kuni Barin inqilobining 34 yillik xotira kuni. Sharqi Turkiston surgunda hukumati, Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik qilmishini oxirlashtirish uchun xalqaro jamiyatni harakatga keltirish maqsadida Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyish tushdan keyin soat 3 dan 4 gacha davom qiladi. Sharqi Turkistonlik qarindoshlarning namoyishga qatnashishi talab qilinadi. Siyosiyga aralashmayman ideyasi bilan o'zini niqoblab turib, siyosiy harakatlarni siyosiysizlashtirish siyosatiga imzo qo'ygan mazkur chiqimiz yana kelib millatning o'zi va oilasining izdirikini, tipik siyosiy kimligini yoshirmagan asosda dodil so'roqlash xarakteridagi namoyishga bayroq ko'tarib chiqayotgan xalqni bayroqsizlashga da'vat qilgan, ya'ni atalmish diniy da'vatchilik nupuzini milliy bayroqning ko'tarilmasligiga, xalq harakatlarida bayroq ko'tarib chiqmaslikni siyosiysizlashning bir ifodasi qilib ko'rsatishga uringan, xuddi mustamlikachi oldiga milliy bayroqni tark qilib chiqqanlik uning nazarida siyosiy harakat sanalmaydigandek ko'rsatishga paypitak bo'lib ketgan bu chiqimiz zakot haqidagi atalmish tafsiliy bayon videosida xuddi oxirat aqidasi masalasida jannatga jismimiz kirmaydi, ro'yimiz kirdi degan ahli sunnat aqidasiga zid e'tiqodni qandaq ustunlik bilan gap orliqiga tiqib yerlashtirgan bo'lsa, zakat masalasida da'voga zakat ishlatishga bo'lmaydi nomliq botil fatvosini yerlashtirib ulgurdi. Shundaqla islomdagi shar'iy siyosat kategoriyasiga chetishliq bo'lgan ko'ngil mayil qilinuvchilar va Allohning yo'li degan ikki muhim bo'lakni yerim yarti va to'mtoq ifodalar bilan hamda zakotdan nesiyalanishga o'zining manfaatiga mos keladigan tariqada tilga elib ketadi. To'g'risi mazkur ikki nuqtani, ya'ni zakotning siyosiy sohalarga chetilgan mazkur ikki qismini xuddi bayroq va siyosiy harakatga doir ishlarda qandaq to'xpoqalachi mavqe tutishni o'ziga yo'l qilib tanlagan bo'lsa, aynan shu holati bo'yicha petini buzmasdan petiqlash va siyosiy mazmunni intayin mujmal, o'lchamsiz, xato va tetiqsiz bir shaklda bayon qilib o'tib ketishda ustunlik ishlatishdan ayonmaydi. Aynan shu holati bo'yicha petini buzmasdan petiqlash va siyosiy mazmunni intayin mujmal, o'lchamsiz, xato va tetiqsiz bir shaklda bayon qilib o'tib ketishda ustunlik ishlatishdan ayonmaydi. Natijada siyosiydan neri turadiganligini bozorga selib turib, siyosiyga doir masalalarga burun tiqidi va sohani bulg'ashdek siyosiy kazzoblik, mujmal va tuturuqsiz izohat orqali oyatning haqiqiy mazmuni va ro'yidan umumni xabardor qilmaslik, shundaqla fatvo bitishga qilcha salohiyat va ilmiy safo yo'q turib, og'ziga kelgancha fatvo berishdek biljirlashlar keng bozorga selinadi. Masalan, atalmish da'vatchimiz zakot elishga haqliq bo'lgan 8 tur orasidagi ko'ngli moyil qilinuvchilar kategoriyasini shundoq izohlaydi. Al-mulfati qulubim, ya'ni 4-si qalbni islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilar, ya'ni boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berib yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berib, islomningki bir illiqlikni yetkazib, qalbni islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilar. Bunday kishilarga zakot bersak bo'ladi. Yana bir tur bor ko'ngilni moyil qilishninki. Zakot bersak islomga ziyon solmaydigan, pul bermasak islomga ziyon selib qilish ehtimoli bor. Bunday bo'lib qolsa, bu mu al-mulfit qulubim turiga kiradi. Bularga zakot bersak bo'ladi. Ikkilisi, ya'ni mazkur ikki tur oyatdagi al-mulfit qulubim turiga kiradi. Tova Xudo. Acaba bu qayercha izohat, qayercha tushuntirish bo'ldi?
Mazkur kategoriya tushuntirilgan mazmunni birər fiqhga oid kitobdan ko'chirib yodlab bo'lsin so'zlab bersa, texmi o'ng bo'lmasmidi? Amaliyotda oyatdagi ko'ngli moyil qilinuvchilar videodagidek undoq to'mtoq, qaratmalıqqa gunga va mujmal shaklda ifodalansa bo'laveradigan, go'yo zakotni islomni tillaydiganlar og'zini tuvoqlash uchun ishlatilgan xushomadchilik taktikasidak tushunilishga kengri yo'l ochadigan yo'sinda so'zlab o'tib ketsa, bo'libmi Xitoy mustamlikachilarının hammaga ayon soxta va yerginishlik siyosiy propagandalaridan biri bo'lgan partiyaning illiqligini yetkazish safsatasini asga soladigan iboralar bilan sharhlansa, bo'libmi konkretlashtirishga tegishli bir amalning xarakterini atalmish islomning illiqligini yetkazish degandek mujmalllikka yotqin va burmilinishga ochiq bo'lgan sifatlar bilan izohlansa mayli bo'ladigan kategoriyaga texmi emas. Mücmellikka yotqin va burmilinishga ochiq bo'lgan sifatlar bilan izohlansa mayli bo'ladigan kategoriya texmi emas. Na so'zning, na uqumning qaratmaliqlari bilan ishi bo'lmagan bilarmanlarcha og'zi-og'ziga tegmay so'zlayotgan talib chiqimiz oyatdagi al-mulfit qulubiyni, ya'ni islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilar degan tarjimani bergandan keyin beparvo holda boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berib yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berib İslamdaki bir illiqlikni yetkizib, qalbini islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilar. Bundaq kishilarga zakot bersak bo'ladi deb bildirlaydi. Halbuki al-mulfit qulubim, ya'ni islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilarga zakot berilsa bo'ladi deganligini talibchimizning so'zidagidek boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berish yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berish emas. Chunki talibchimizning so'zidagidek boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berish yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berish emas. Talibchimizning so'zidagidek boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berish yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berish emas. Talibchimizning so'zidagidek boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berish yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berish emas. Chunki oyatning sabab nuzuli va qaratmaliqidan chiqib turibdiki, ko'ngil moyil qilinuvchilar musulmon emaslar. Musulmonlar jamiyatidagi musulmon bo'lmagan toiflar, ya'ni kofirlar va shular orasidagi nufuz va ta'sir egalari. Shundoq ekan, buni izohlaganda boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun beriladigan zakot tariqasida tushuntirish, oyatni izohlash bo'lmasdan texmo tutuqlashtirish. Aniq kategoriyadagi konkret obyektni yanama ochiqlikqa ega qilmasdan burmalash, mujmallikni yanama ig'irlashtirishdan boshqa ish emas. Ya'ni zakot durust bo'ladigan kategoriya ichidagi ko'ngli islomga moyil qilinish maqsad qilinganlardan maqsad atalmish boshqalar bo'lmasdan musulmon jamiyatidagi kofirlar to'pidagi ko'nglini islomga moyil bo'lish ehtimolligi bo'lgan bir qism kishilardir. Izohat bu tariqada bo'lganda tabiiy holda anglag'uchi yoki ko'rurmanda savol tug'ilishi, to'g'risi masalani bayon qiluvchi uchun oyatning mazmuniga chetishliq ahkomlarni, masalan, kofirga zakot kelamdi, islomga moyil qilishni maqsad qilish degan bu ish qandaq vaziyat va qandaq sharoitlarda kuchga ega? Bu kategoriyani har bir shaxs o'zi bilib ado qilaveradigan ishmi yoki buni Rasulullohning qilganiga o'xshash musulmonlarga bosh bo'lg'uchi rais tarafidan yoki musulmon davlatining zakot va g'animat ishlariga mas'ul o'rin yoki organ tarafidan qilinamdi? Har kim kallasiga kelgancha mazkur kategoriyadagilarni belgilab zakotini tutqizib qo'ysa bo'laveradigan ishmi yoki buning boshqa kategoriyadagidan ado qilish jihatda farqli taraflari bormi deganlar tushuntirilishi kerak bo'ladi. Shuningdek, mazkur oyatning ro'yi bo'yicha ko'ngli moyil qilinuvchilarga zakot berish Umar raziyallohu anhuning davridan keyin tatbiq qilinishdan qolganlik haqidagi ma'lumotlar va buning hikmati tushuntirilishi. Kunimizda bu kategoriya amaliy jihatdan tatbiqlanamdi yo'q, tatbiqlansa qandoq tatbiqlanadi deganlarni yeyishi shart edi. Qisqasi, oyatdagi ko'nglini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlar qismi boshqa qismlardan farqlanadigan mazmun va xarakteri e'tibori bilan kengri izohlanmaganda mujmallik ustiga mujmallik, aniqsizlik ustiga aniqsizlik kelib chiqadiganligi ma'lum. Eng qisqa izohat tezla o'tib ketishga to'g'ri keldi degandimi, mazkur kategoriyani to'mtoqlarcha boshqalarga islomning illiqligini yetkazish uchun ularga zakot berib yoki ularning ba'zi chiqimlarini qilib berish deb tushuntirishga urinish oyatni izohlash emas, balki burumlashdir. Bilmay burmiladi degandimi, bu ahvol talibchimizning mubtala qilib fatvoga qo'l urishga salohiyati yo'q bo'lishidan tashqari, shar'iy atalg'ularni, Qur'oniy hukmlarni, tafsiri va mazmuni qatorliqlarni kitobdan o'qib tushungani bo'yicha bo'lsa-mu, normal bir Uyg'urcha tilda tushuntirib berishga yaramaydigan darajada kalampayligini ko'rsatib berishga yetarli.
Talipçimizning yuqorqi nuqtani mücmellashtirgandan sirt mazkur qalbni moyil qiluvchilarning chiqimini qilib berish deb boshlagan so'zini texmi ochiqlashga zo'riqib, ya'ni islomniki bir illiqlikni yetkazib qalbini islomga moyil qilish maqsad qilingan kishilar. Bundaq kishilarga zakat bersak bo'ladi. Yana bir turi bor, ko'ngilni moyil qilishniki. Zakat bersak islomga ziyon solmaydigan, pul bermasak islomga ziyon solib qilish ehtimoli bor. Bundaq bo'lib qolsa, bu al-mulfit qulubihim turiga kirdi. Bularga zakat bersak bo'ladi. İkkilisi, ya'ni mazkur ikki tur oyatdagi al-mulfit qulubihim turiga kirdi deb yurishimi mazkur kalampay izohatni yanada tutuqlashtiradigan, oyatning konkret mazmunini tushunishni texmo ta'sirlashtiradigan bir ahvolni o'tirg'i chiqarib qo'ygan. To'g'risini aytganda, oyatning muddiyosini ozroqmi aytib berolmagan, balki burmilib o'tgan. Burhan Muhammadning o'zimi ozidu, o'zgunimi ozdirdi. Mücmel Talibchaqning mücmel bayonini ko'rgandan keyin nomliq maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.